ikkinchi testimiz. Demak, ikkinchi testimizga qaraydigan bo'lsak, yuqorida aytib o'tgandek, signal so'zlar berilgan gaplarda unga qarab buni, bunga qarab buni chiqaveramiz degan narsalar o'zi kerak bo'lmagan narsa. Lekin shunday bo'lsa ham, mana bu joyga we'ga qarab turib, mana bu yerda has'ga e'tibor qarab turib, bir javob chiqarishni tavsiya qilaman, hurmatlilar. Chunki we has bo'lmaydi-yu. Endi mana bu joyda recently signal so'zi bor. Endi muammo nimada? Muammo shundaki, siz avvalo recently'da signal so'z ekanligini bilishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun nima qilganmiz? Kanalga signal so'zlar varaqchasini tashlab qo'yganman. O'zimiz tomonidan yaratilgan signal so'zlar varaqchasi. Mana shu recently signal so'zi present perfect va present perfect continuousga keladigan signal so'z hisoblanadi. Shu sababli recently bo'lgani sababli javobimiz present perfect bo'ladi. Mana present perfect, mana present perfect. Endi ikkinchi present perfectni we ga qarab chiqaverganim sababli to'g'ridan to'g'ri a javob olamiz. Nima uchun s javob bo'lmaganligi, nima uchun d javob bo'lmaganligini recently sababli bo'lmadi. Shu sababli bu javoblarimizga mana bunaqa bittadan tortib qo'yapmiz. Chunki bu testlarimizda mana s javob yoki d javoblarimiz demak to'g'ri javob bo'lmaydi. Recently present perfect signal so'zi. Okay?